Assalomu alaykum o'rtoqlar, sog'misizlar, salomatmisizlar, hammalaring yaxshimisizlar? O'rtoqlar, biz o'sha internetda mashhur bo'lgan Surxondaryo viloyati Denov tumani Dahana qishlog'ida xaroba kulbada yashaydigan Hamra buvani uyiga keldik. Holidan xabar olib, qanday yashayapti yangi uylarda deb keldik. Buni do'stimiz Ilhom bloger chiqarib, chiroyli mana ikki xona sharoitlari bor. Shu buvamizdan hozir xabar olgani keldik. Buvani bir yaxshilab ovqatlantirib, cho'miltirib, nima qilish uchun keldik. Mana uylarni qaranglar, qanday chiroyli uy bo'lgan. Vobshe chiroyli. Ichida sharoiti ham bor, yuvinadigan. Nima deysizlar? Sho'rchidagi Xolida opa, Nazarbeklarga ham bir shunday ikki xonali bir chiroyli uy qilib beraylik birgalashib. Bitta yangilik Xolida opa uchun 2 million so'm naqd pul yig'dik-da. Biz hozir qo'limizda naqd 2 million so'm pul bor. U bilan biz uyini buzib tashab, joyini tekislab, beton qo'yishga tayyorlay olamiz-da o'sha pul bilan. Yana ozroq tosh boshlarni ham olib kelishimiz mumkin. Yana qolgan narsalarni betonni boshlash uchun bir homiylar chiqinglar bizga aloqaga. Mana shunday shinamgina bir Nazarbeklar uchun ikki xonali uy qilib beraylik. Nima butun bir xalqning oldida nima degan gap? Mana hozir Ilhom do'stimiz boboy cho'mildi. Buvani cho'miltirdi. Beldan pasini olmaymiz. Ayay bular. Mana yuvinadigan joylari bor. Buva qanday bo'ldi? Mana qarang, mana. Zakon nima? Mana. Mana haladinligini qaranglar, produktani qaranglar, qanday turishini. Bu oldingi yashagan uyini ko'rsalaring. Vobshe. Mana buva oppoqqina bo'lib cho'mildi. Endi beldan pasini olmaylik. Buvani eski yashagan uyini ko'rsataman sizlarga chiqib. Bu kulbada qanday yashagan men bilmayman. Qanaqadir hidlanib ham ketgan ekan to'g'risi endi. Juda ham qorong'u, qo'rqinchli. Hali ham telefonda sal yorug' bo'lyapti. Mana qarab kirib ketaman. Men to'g'risi do'stlar bu yoqqa men kira olmayman. Qanday yashagan bu? Nazarbeklarning ham sharoiti juda ham videolarni qo'yganman. Do'stlar, kelinglar, birlashaylik, bir homiylar aloqaga chiqinglar bizga. Betonni kimdir ko'tarsin, yog'och olib beringlar, shefer olib beringlar shu opaga. Va mana shu xuddi shunday chiroyli ikki xonali uy qilib beraylik birgalashib. Bizda hozir aytganidek naqd 2 million so'm pul bor qo'limizda. U bilan joyini tayyorlab, o'sha gravel ketadi, toshlari ketadi, aralashma o'shalarni olib keltirib biz ustalar topib, bu yog'ini sizlarga internetda yoritib boramiz. Mana shunday ikkita xona qilib bersak, ular vobshe xursand bo'lib qoladi-da. Siz bilan bizga ham savob bo'ladi do'stlar. Hammalardan yordam kutaman.